Baxsin kuylasin deb yurtdoshimdan farmon keldi. Bugun quvonch keksa hamda yoshingda. Bugun quvonch keksa hamda yoshingda, ballab turar tinchlik ajib boshingda. Shu sababli mehmoning ko'p qoshingda, bayraming muborak O'zbekiston. Baxshilar bayrami muborak bo'lsin. El ichimda bola baxshi bo'libsan. Baxshilar seni tindaston etibsan. Bugun bir muborak yoshga to'libsan. Bayraming muborak O'zbekistonim. Baxshilar bayrami muborak bo'lsin. Yer yuzida o'chmas tarix yaratgan, ilmni nur ziyo kabi taratgan, baxshilarni bulbul qilib sayratgan. Bayraming muborak O'zbekistonim. Baxshilar bayrami muborak bo'lsin. Kima armon bo'lgan bu din zamonlar, biroqingiz zordir qancha insonlar. Ta'rifingiz Makka ajiz javlovlar. Bayraming muborak O'zbekistonim. Baxshilar bayrami muborak bo'lsin. Baxshilar bayrami muborak bo'lsin. Rahmat. Ajoyib ijro bo'ldi. Yosh umidli iste'dodli xonandamiz Azizbek Olimboyev va Rajabov Hasanboy akalar tashrif uchun rahmat. Yaxshi niyatlar, tilaklar bo'lsa bemalol taqdim etamiz. Marhamat. Bugun xolamning tavallud kuni edi. Xolajon, tabriklayman. Ko'p yoshlarga ergaysiz. Bugun xolam tavallud kunini katta qilib nishonlamoqchimiz. Uyda xolam, o'zlarimiz oilaviy o'tiramiz. Xola, tabriklayman. Ko'p yoshlarga kirgaysiz. Umringiz uzoq bo'lgay. Onam, otam hammasiga rahmat deyman. Mana shu sahnaga chiqishimga otam sababchi bo'lgan, ustozlarim, onam meni quvvatlab, otam menga pianino, torli cholg'ular olib berib qo'ydi. Har bir tug'ilgan kunimda birinchi o'rinni olganlarida menga sozan chaladigan narsalar sovg'a qiladi. Keyin ustozlarim, meni Shoy Abdulloyev ustozim meni o'qitib kelmoqda. Hozirga kelib mana shu baxshichilik qo'shiqlarimni o'sha 70 ustoz o'rgatib kelmoqda. Rahmat. Sog' bo'ling. Tashrifdan minnatdormiz. Qo'llab-quvvatlash bor, endi bu yog'iga ijod qilish kerak va albatta ota-onaning ishonchini oqlash kerak degan umiddamiz. Ijodiy barkamollik tilaymiz. Rahmat tashrif uchun. Tashakkur. Kuzatib qolamiz sizni. Studiyamizni tark qilmay turasiz. Demak, kadr ortida albatta sizlarni kuzatib qo'yamiz va eslatib o'tamiz azizlar, bizda istaklar daftarchasi bor va gavdagi lavha mobaynida ulardan ham ajoyib esdalik tilaklarni, istaklarini yozib